07 mashinasini olib qoldik. Oldi fari, orqa fari, tarpetkalari, shishali tablolarni qo'yib beramiz. Maytofondan stonovka qilib beramiz. 4 teshikka sentr zamon qo'yib beramiz. Bagaj ochgani bilan metrajli sim bo'ladi. Stikla podyomning oldiga bo'ladi. Mana bunaqa signalizatsiya stonovka qilib beramiz. Xudo xolisa polni full variantda bo'ladi. Videoni kuzatib boringlar. Ishlarni boshladik. Mana ketgan simlarni alishtirib ideal holatda qilib beramiz. Xudo xolisa bemalol ko'rishingiz mumkin mana simlarini. Mana bu simlar mana aksiyani bo'lib yonib ketgan simlar bor-ku. Mana soatda orqadagi massasi ham polni erib ketgan ekan. Ketgan alishtirib mana zavod holatida qilib mana akkuratni qilib mana ishlab o'tman. Maytofonning orqasidagi simlarni boyagi holati bilan hozirgi holatini solishtirsangiz bo'ladi. Mana orqa faralar ketayotgan stekerlar mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Endi ko'rishingiz mumkin aka mana chotki qilib akkuratni qilib yig'ilyapti mana tablolaringiz. Maytofonning orqalari hammasi dona qilib yig'ilyapti mana. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Umuman ortiqcha sim yo'q. Biz boshqatdan stonovka qilamiz. Juda ko'p ortiqcha narsalar, releylar qo'yib tashlagan, hamma ortiqcha narsasini olib tashlaymiz. Keyin o'zingizga nima kerak bo'lib, qanaqa yoqadigan qilsangiz, shunaqa yoqib olasiz. Hozir biz hammasini zavod holatida qilamiz. Mana bu taraflarni ham ko'ring, mana akkuratni qilib, chotki qilib yig'ib qo'yamiz mana. Bu yoqda juda simli ko'p bo'lib, ortiqchasini hammasini olib tashlab, zavodskiy holatida qilib qo'yaman mashinani. Mana qarang, chaynab mana yonib erib ketgansan. Tikilib qarang mana, yonib erib ketgan mana simli. Ponni mana erigan mana. Shuncha sim qayerdan kelgan bilmayman mana. Hammasini olib tashlaymiz mana. Tirset kesamiz. Yangi boshqatdan qo'yiladi. Ma'mularingizni hammasini boshqatdan tortamiz aka simini mana. Kesib olib tashlaymiz, yangi sim qo'yamiz. Yangi bo'lmaydi bular o'sha. Ponni kesib olib tashlaymiz, yangi sim tortamiz. Ortiqcha nimalarga qo'yishgan mana simlarni mana hamma narsa bor, mana tushiraman, pastga ko'rasiz mana. Ichini qarang. Nimalar qilib tashashgan bu mashina? Simda nechta uloq mana qarang mana. Oralarni qarang, erib ketgan mana, uli yurgan mana. Nechta uloq chiqyapti mana, ko'ryapsizmi? Mana o'sha mana orqadagi simlarni mana akkuratni qilib top-toza qilib mana ketgan simlarni alishtirib mana shu buyoqlarni ham tozalab oldik. Mana pastki narsalar mana shu mashinadan chiqqan narsalar mana. Hammasi ortiqcha narsalar. Endi xudo xolisa 4 teshikka oynalarni to'g'irlab, simlarni tortish harakatini qilamiz.